sizda yal nihoyat ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, jigaringizdan ansiring. Chunki jigar amaliyotda oshqozon uchaydimu bak bir narsani sumib olishga nihoyat usta bo'lgan bir a'zo. Amaliyotda ko'p qism odamlar oshqozon uchaylar tomoqlarni sumib olib hazm qildi deb o'ylaymiz. Lekin jigarning iqtidori sumirish kelgan vaqtida oshqozon uchaydan kuchli. Anda olsa nima uchun yal ko'p bo'lib ketgan degan chog'imizda dal jigarni iqtidori to'lab ketgan vaqtida yoki bo'lmasa jigarni issiq eshib ketgan vaqtida jigarniki sumirib olish iqtidori to'lab ketib sizda yal ko'p bo'lib ketadi. Endi buningga nima ish qilmaymiz degan chog'imizda bu mushu jigarning issiq eshib ketishi bilan sovuq eshib ketishga qaragan chog'da dal Shimoliy Shinjongning odamlari bilan Janubiy Shinjongning odamlari buningga ko'z qarashi o'xshamaydi. Shimolning odamlari o'zininki issig'i eshib ketganligidan nihoyat bak ansiraydi. Janubiy Shinjong, Bulaqma, Qashqar, Xotanning odamlari sovuq eshib ketishdan bak qo'rqaydi. Endi mushu jigarning issig'i eshib ketgan vaqtida nima ahvol kelib chiqadi degan chog'da birinchidan yal ko'p bo'lib ketadi. Ikkinchidan kechasi uyg'onib ketsa uxlay olmaydi. Uchinchidan jigar iqtidori ozlab ketgan vaqtida nihoyat oson tirikka qulab qoladi. Hem terilarninki paqraqlik yo'qaydi, namligi tugab ketadi. Shunga jigar iqtidori nisbatan o'zinglarda qon tekshirish orqali minat chiqmasimi, tomoq singmagan, yal ko'p bo'lib ketgan, kechasi to'la uyg'onib ketadigan, terilarninki paqraqligi, namligi to'lab ketgan bo'lsa, sizlar dino sharti ish berishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Men burun shu dino sharti to'g'riliqni maxsus to'xtalib o'tgan. Endi bu dino sharti jigardagi har xil issiq eshib ketishdan kelib chiqqan har xil jigar kasalliklariga, har xil jigar yalliqlariga oldin tanlab ishlatadigan dorilarning biri. Agar yuqoriga o'xshash yiqimsizlik alomatlari sizda ko'rgan bo'lsa, shu dino shartining haqiqiy, yaxshi, sifatli, not ishlab chiqarganini 15 kundan 20 kungacha elib iste'mol qilsangiz, shu jigar kasalliklarininki oldini olish bilan birga jigar kasalliklarida amdilati yuz berayotgan nurg'ulg'an jigar kasalliklaridan siz tamoman xoli bo'la olasiz.